Bizim elimizda ahli sunnat olamining yozgan manbalari ko'p. Biz izohsiz, tavilsiz, tafsirsiz ularning Muoviya haqida yozganlarini o'qib chiqaylik. Bir ham Allohning oyatlarini o'qib chiqaylik. Izohni ham, ekranlarda tomosha qiladiganlarni ham sizlarga havola etamiz. Masalan, Abdul bir Elistab kitobida Muoviya tarjimasida aytadiki, Muoviya Hazrat Hasanni zaharli vositalar bilan o'ldirtirdi. Ahmed Husayn Yakub Adolat sahabe kitobining 108 sahifasi. Ebul Faraj Isfahoniy Makatilu Tolib sahifa 48 buni yozadi. Muoviya judayga Hazrat Hasanni zaharli vositalar bilan o'ldirishni buyurdi. Ibn Taymiyah Minhaj Sunnah jild 2 bet 225. Ibn Taymiyah vahhabiylar orasida juda mashhur vahhabiylarning g'oyaviy otalaridan biridir. Ibn Taymiyah hatto birinchi g'oyaviy otasi hamdir. Deyishimiz mumkin, Muoviya Hazrati Hasanni zaharlagan. Qarang, bularning hammasi qayerda yozilgan? Ebul Faraj Isfahoniy Elisabe. Haminde jild 1 bet 375 Mesudi Murujheb juft 2 bet 427. Hazrat Aliga la'nat aytishga yoki aytmaslikka buyurgan. Bugun ehli sunna birodarlarimiz aytishadiki, bu Jafariylar, Aleviylar hammasi la'nat aytishadi. Birodarim, la'natning asosini Alloh yaratgan, Qur'onda Alloh la'nat qilgan. Endi Qur'onda Allohning la'nat qilganiga oid bir qancha oyatlarni hozirda ayta olaman, lekin mavzu hozir bu emas. Payg'ambarimiz Muaviya la'nat qilgan, Muaviya ham la'nat qilgan. Lekin Muaviya la'natning manzilini o'zgartirgan. Muaviya Alloh taolo zolimlarga la'nat qilgan, falani zulm qiluvchilarga. Alloh yolg'onchilarga la'nat qilgan. Yolg'onchiga Alloh yolg'onchilarga la'nat qilsin. Muaviya la'nat qilgan, lekin manzilini o'zgartirgan. Kimga la'nat qilgan? Adolat shohi Hazrati Aliga o'xshagan shaxsga la'nat qilib, la'nat qildirgan. Buyruq bergan. Qayerda yozilgan? Iktul Ferid ibn Abdurabbih jild 4 sahifa 366. Va Hazrat Aliga sovdirtirdi va sovdi. Ibn Esir Uslul Gabi jild 1 sahifa 134 Elisabet jild 1 sahifa 77 ko'p manbalar mavjudki, ularning barchasining nomini men aytmayapman. Muoviya namoz o'qiganda, namoz ham o'qirdi. Qarang, bu Muoviya namoz o'qiganda Aliga, Hasanga. Husaynga, Ibn Abbosga, Qays ibn Sa'd ibn Ibbodaga va Ashtarga la'nat aytdi. Imom Hasanga, Imom Husaynga, hammasiga la'nat. Shayxul Islom Sulaymon Kunduzi. Hanefi Belihi Yenib Mevet'de 162 bet. Muoviya Aliga haqorat qilishga buyruq berdi. Sahih Muslim jild 2 sahifa 360. Sahih Muslim 6 kitobdan biridir. Tirmiziy jild 5 sahifa 301 6 kitobdan biridir. Hokimiy Shabiriy Mustadaki. Sahihayn jild 3 sahifa 109. Mana qarang, bu qancha manba nomlari bor. Men faqat 3 tasini aytdim. Muoviyaning minbarda Hazrat Ali roziyallohu anhu ga la'nat o'qigani va barcha noiblariga ham unga la'nat o'qishni buyurgani. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning jufti halollari Salama onamiz Muoviyaga maktub yozib shunday dedilar: siz minbarda Hazrat Ali roziyallohu anhu ga va uni sevganlarga la'nat o'qigani uchun Alloh va rasuliga kufr keltiryapsiz. Qarang, Alloh va rasuliga kufr keltiryapsiz. Men Alloh va rasulining Hazrat Ali roziyallohu anhu ni sevishga guvohlik beraman. Ammo Muoviyaning so'zlariga quloq solmadi. Ibn Abd Rabbih Iqt al-Farid kitobi jild 4 sahifa 366.